Узбеча, русча? Разницы нету, да? Смотрите, когда я пришла в Incruises, я пришла в 2018 году, честно говоря, я не верила в этот клуб путешественников. Почему? Я думала, что это лохотрон. Но так как моя мама настойчиво позвонила и сказала мне: Нилюфар, ты знаешь, у нас в Ташкенте все едут на круиз. Я говорю, хорошо, но нужно заплатить всего лишь $300. Я говорю, в смысле? $300. Я понимаю, что круизы это не дешевый, значит, отдых, это достаточно премиум класс. И я говорю, мам, говорю, $300, что там? Я не знаю, все едут на круиз. $300. Я говорю, хорошо, $300. Через 2 дня она ко мне позвонила, я все время повторяю именно вот эту часть, почему, чтобы вы поняли, почему я здесь на сегодняшний день стою. Через 2 дня она ко мне звонит, уф, Нилюфар, блин, оказывается, надо ежемесячно еще $100 платить. Я говорю, класс. Вот теперь, мама, говорю, я верю в это. Почему? Потому что это накопительная программа. Это не сразу вкладываете свои деньги и едете на круизы. Вы понимаете, на сегодняшний день у нас в базе 21 тысяч направлений по всему миру. 21 тысяч направлений. Ко мне люди иногда звонят, говорят, почему круизов нету? Я говорю, в смысле, а куда вы хотите? Мы хотим в Европу. 21 тысяч направлений. Почему нет круизов? Круизы на сегодняшний день для нас очень доступны. Почему? Опять еще раз говорю, у нас накопительная программа. Клуб Incruises был создан в Америке в 2015 году. В 2016 году мы получили лицензию. На основании лицензии мы построили вот такую большую команду. В Узбекистане вот Рана Алимова просто по Фейсбуку увидела рекламу от Юли Чистовой, и она заплатила эти $295, и на сегодняшний день весь Узбекистан гремит под ней. Круто? Круто. Раньше, допустим, узбеки даже не понимали, что это такое круизы, что за линия круиза, что за лайнеры круиза. Но на сегодняшний день просто даже домохозяйки, учителя на сегодняшний день вот так вот кайфуют, отдыхают в 5-звездочных вот таких огромных лайнерах. За раз они могут себе позволить 5, 6, 7 стран, и путешествовать можно будет по 50% скидки, если это семейно, то 25% скидки. В 2017 году у нас прошел 2 года, был такой период, нужно было пройти испытательный срок, потому что Майкл Хатчинсон, когда пришел к Лио, да, вот эти вот круизные линии, он с ними сделал митинг, то есть у них было собрание, он попросил, чтобы его тоже, как бы включили в это Клио. Клио это круизная линия ассоциация, я не буду расшифровывать, потому что зайдете в Google, можно? Да, Нилюфар. Зайдете в Google, вы увидите, да, вот что это такое Клио. Он попросил его, говорит, допустим, на сегодняшний день уже люди знают, что такое круиз. А в 2015 году, когда он создавал этот клуб путешественников, я не люблю называть компании, потому что компаний по миру очень много. А клуб путешественников, он один-единственный. И именно Incruises. Таких нету. Соперников у нас тоже нету. Альхамдулиллах. Поэтому в 2015 году, когда он попросил, чтобы его тоже в Клио присоединили, да, ему сказали на тот момент, хорошо, 2 лайнера, больших, огромных, постройте и давайте начинайте свой бизнес. Он говорит, ты знаешь, 2 лайнерами я свой бизнес не построю, но у меня есть хорошая стратегия, бизнес-план, на который я могу действительно сделать нечто интересное. В чем заключался его бизнес-план? Допустим, самый маленький лайнер, он состоит из 13 этажей. Самый большой лайнер 23 этажа. Кто был здесь сидящий на MSC World Европа? Отлично. Огромный, да? Огромный лайнер, да, огромный лайнер. Это 23 этажа, это целый город, который просто плавает на воде. Да, вот это самый большой лайнер, но сейчас на сегодняшний день еще есть крутые лайнеры. Вот. Значит, самый маленький лайнер помещается 2000 пассажиров, самый большой лайнер помещается 8500 пассажиров. Теперь вы мне, пожалуйста, скажите, Гульшрапа, вот вы мне, пожалуйста, скажите, самолет полный, не полный, он взлетает, не взлетает? Полный. Нет, вот самолет, половина он набрал людей, половина он не набрал людей. Он взлетает, не взлетает? Взлетает. Почему? Почему взлетает? Потому что у них график есть. Потому что у них график есть, да? Круизные линии, они тоже полные, неполные, они отплывают. Они не будут ждать. Допустим, возьмем средний лайнер. 6000 пассажиров, 6000 пассажиров,
На меня смотрите, я здесь. Я здесь. Я вот тут вот стою, ассаламу алейкум, чакра-чакра. Да, понимаете, да? Смотрите, да. Комедия, куда отдыхать. Смотрите, вот, допустим, лайнер 6 тысяч пассажиров. 4 тысячи пассажиров, они все время покупают свои круизы в туркомпании. Правильно же? В туркомпании. Вот. 2000 пассажиров остается свободных мест. И он говорит, у меня есть бизнес-план. Если у тебя на лайнере останется хотя бы одно вот свободное место, видите, у нас свободные места. Вот сейчас бы они пораньше пришли бы, они бы меня услышали, но через 2 часа мне придется опять это повторить. Жалко, да, мое время? Еле нашли. Нет, я о вас не говорю, я говорю вот этих вот пустых мест. Все отлично. Допустим, да, вот, теперь же смотрите, он говорит, вот на лайнере, говорит, как я не посмотрю, всегда блатные кайфуют, отдыхают. Но лайнер полупустой, и он отплывает. Как вы думаете, он на этом зарабатывает или не зарабатывает, вот эти вот лайнеры? Не зарабатывает. Зарабатывают. Они зарабатывают, но какой-то маленький процент. Правильно же ведь? А он пустой. Та же еда, даже, тоже обслуживает персонал, те же люди, правильно же, да? То есть все тоже, еда, вот эти продукты, но он половину отплывает. И он тогда сказал, ты знаешь, говорит, вот это вот состоится мой бизнес-план. Если у тебя на лайнере останется хоть одно место, я тебе даю слово, я тебе его напомню. Так, кому интересно, похлопайте. Чтобы было мне легче, да? А то я вижу... O'zbekchami? Bo'ldi, o'zbekcha. Qaranglar. Qaranglar. Bo'ldi, o'zbekcha, qaranglar. Misol uchun 4000 tasi boy millionerlar, ular turkompaniya, turfirmadan sotyapti, 2000 ta bo'y joy qolib ketyapti, bu Michael aytyapti. O'sha agar kelmaydi, bitta dona joy bo'sh qolsa ham, men senga javob beraman, to'ldirib beraman. Faqat menga Clio'ga anaqasiga biriktirib qo'ygin deyapti. 2 yil menga vaqt bergan. O'sha испытательный srokdan men o'tay deyapti. 2 yil испытательный srok. 15-yili kruiz klubi ochilgan, 17-yili biz испытательный srokdan o'tyapmiz. Qaranglar, bizga o'xshagan deyapti insonlar bilan oddiy sayohatchi, sayohatni yaxshi ko'radigan insonlar ko'p, lekin kambag'allar, o'rta hollar, boylar bor. To'g'rimi? Bu aytyapti, men hammani sayohatga olib chiqmoqchiman. Bo'lmasam kemada deydi, qachon qarasam bola kayf qilib yuribdi, bola chaqamlarda kema yarimta bo'shdi deydi. Bizga o'xshagan odamlar yo'q. Misol uchun men ham Dubayda yashaganimda uyimdan Port Rashid ko'rinardi. Bunday qilib, ha bola kayf qilyapti dedirdim. Я уверена, что это мечта, это голубая мечта, которую я, наверное, никогда не смогу. Вот на сегодняшний день у меня было 14 круизов, и мы объехали очень много стран. Энда, ага, просто доска, да, есть? Можно я нарисую, да, как это вообще? Смотрите. Bugungi kunga 24 ta brend, 500 ta kemasi bor. Bular bo'lajak sayohatini Clio'ga tashiydi. Clio это круизная линия ассоциации. Telefonlarni o'chirib qo'yish kerak. Misol uchun $500 sayohatinglarni turkompaniya sotib oladi. Turkompaniyadan turfirma sotib oladi. Turfirmadan tur operator sotib oladi. Bu siz. Bular 40% dan past qo'ysa, bular bankrot bo'ladi. Shuning uchun buni ustiga 50% ham qo'yadi, kimdir 60 qo'yadi-da va hokazo. 3 ta qo'ldan o'tgandan keyin $500 sayohat sizning qo'lingizga nechta pul bo'lib keladi? Nima deb o'ylaysiz? Opa, nechta pul deb o'ylaysiz? 900. Kamida. $500 sayohatingiz kamida 800-900 keladi. A klub nima deyapti? Klub aytyapti, Incruise klubi-da, Incruise klubi. Sen menga Mahmudga yo'llanma ochib bergin deyapti. Mahmudga. Birinchi qo'lda biz sayohatga oling deyapti. Bular bilan bu dogovor qilyapti. Incruise klubi ochilganda 2015-yili, 2016-yili biz litsenziyaga ega bo'lganmiz. 2017-yili biz испытательный срокdan o'tyapmiz. Ikkitagina brend bo'lgan o'rtoqlar. 2015-yili всего было 2 бренда. А сегодня у нас сколько брендов? Сколько у нас сегодня брендов? 17. 24 бренда у нас. 24 уже. Qaranglar, Incruise klub на сегодняшний день 204 davlatda hozir полный o'zini o'zbekchasiga nima deydi? Rivojlantiryapti. Qaranglar, qanaqa kuchli, bor yo'g'i arzimagan vaqt ichida bo'lyapti. Endi qaranglar. $900 bo'lyapti. Endi bu aytyapti, agar kemada deyapti, bitta joy bo'sh qolsa ham men senga to'ldirib beraman, faqat накопительная программа deyapti. В
чем заключалось накопительное программирование, man hozir sizlarga aytib beraman. Yo'q, bu xumlar ketdi, o'shaning uchun men suyab qo'ydim. Ha, endi bitdi-da. Yaltillab ko'raman. Sizlarga ko'ryaptim, yo'qmi? Все? Hamma ko'ryapti. Bo'ladi, zo'r. 6 sekund yozaverasiz. Нормально? Zo'r. Да? Я немножко иногда буду вот так вот, вы не обращайте на эту сторону, ладно? Я просто не знала, честно говоря, я что-нибудь такое бы делала. Я шучу. Qaranglar, endi qaranglar. Mana bunaqa. Eng kichkina laynerga 2000 ta odam ketadi, eng katta laynerga 8500 ta odam ketadi. O'rta xoli layner olaylik, 6000 ta odam ketadi, plus 3000 tasi обслуживающий персонал. То есть 9000 человек на одном лайнере. Это я говорю о среднем лайнере, да? 4000 пассажиров, они миллионеры, они 100 лет назад, век назад, они всегда покупали ту компанию, ту фирмаlardan sotib olgan, ularga farqi yo'q, ularni puli ko'p sotib oladi. 2000 ta bo'sh joy qolib ketyapti. Bu aytyapti-da ma'mulaga. Agar deyapti, kemada bitta dona joy bo'sh qolsa ham, men senga javob beraman, to'ldirib beraman, faqat meni odamlarimga reklama qilganligi uchun pul to'lab bergin deyapti. $500 2000 ta odam to'ldirsa 1 million pul bo'ladi. Sayohat 1 millionlab ketgani yaxshimi yo 4000 ta boylar ketgani yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Mana qarang. 6000 ta odam ketadi. 4000 tasi уже занят, to'lib bo'lgan. 2000 ta joy bo'sh qolib ketyapti. 2000 ta joy bo'sh qolib ketganini $500 dan to'ldirib birgalashib olib ketgani yaxshimi yoki 4000 ta boylar ketgani yaxshimi? Birgalashib olib ketgani. Конечно. Как бы это без доставки товара deydi. Допустим, у вас, да, вот у вас, допустим, вот один вот magaziningizda bitta qalam qolsangiz, ko'tar sotib olgin, zato pulini aylantiramiz deydi. Shunaqa narsa-da. Endi qarang. Kayfmi? Laynerlar to'lib ketyapti. Polniy, hamma kemalar to'lib ketyapti. Mazami? Bilasizlarmi? 2018-yili bizga sayohat yetmay qoldi. Men 2018-yil qo'shgan 5000 tagina yo'nalish bor edi. 2008-yilda bizga qo'shilganimizda. Bular aytyapti, "Mana qara, bizga joy qolmayapti. Endi nima qilamiz?" deb ma'mulalar bilan kelib gaplashyapti. Telefonlarni o'chirib qo'yiladi dedim. Qarang. Bular kelyapti. U paytda endi ikkitagina brend bo'lgan. Men qo'shilganim 18-yil, уже 15 ta brend kirib keldi-da. Bu aytyapti, "Endi nima qilamiz?" deb miting qilyapti, собрание. И они говорят, "Всё, 2018-yildan 2026-yilgacha biz 17 ta kemani suvga tashlaymiz" dedi. Qaranglar, ikkita kemani 19-yilda tashadi. Pandemiyada люди умирают в пандемии, всё, они жить не могут. Они что делают, вот эти вот блатные бренды? Они же бизнесмены, они говорят, нам надо строить лайнеры. 5 ta layner suvga tashadi. 5 ta layner. Endi laynerni ko'rsatganim yo'q, hali ko'rsataman. 5 ta layner suvga tashadi. Har yili 13 ta, 15 ta, 16 ta qilib kemalarni qurib yotibdi. Потому что biladi, пока есть вода в море, в океане, лайнеры, они будут. Самолеты, почему у нас вот сейчас? Раньше у нас была монополия, только узбекские линии были, да? А сейчас смотрите, сколько линий к нам пришло. Да? Куча-то дороги есть, машин смотрите сколько. Сейчас люди на BYD ездят. Раньше недоступно было, потому что дорога есть, значит машин тоже больше будет. И теперь же смотрите, и они начали строить лайнер. Вот сейчас 2025 год. В 2026 году они уже 117 лайнеров, 100 пудов они пустят в воду. Круто? Круто. Им хорошо, лайнеры заполнены, отплывают. Нам хорошо, мы покупаем по первой руке. Ну, чтобы прийти в клуб Incruises, вы сами себя регистрируете. У кого есть Facebook? Руки поднимите. У вас есть Facebook? Есть, да? Отлично. У кого есть Instagram? Инстаграм. У всех есть. Ну, мы же крутые, у нас у всех есть Инстаграм. Хорошо. Чтобы зайти в Инстаграм и Facebook, что мы для этого должны сделать? Молодцы. У нас тоже есть регистрация. То есть, регистрация не просто вы зарегистрировали, по реферальной ссылке. Вас кто пригласил? Этот человек вам дает реферальную ссылку, и вы сами себя регистрируете. Регистрация у нас совершенно бесплатна. Но мы зарегистрировали, мы вот здесь вот, да. Допустим, чтобы открыть себе бизнес ochishun biza nima qilamiz?
Mablag' tikamiz. To'g'rimi? Mablag' tikmasak biz biznes qila olmaymiz. To'g'rimi? Хорошо. Bizning ham o'zimizning biznesimiz bor. Da siz Incruise klubiga $200 bilan o'zingizni sayohatingiz uchun kelasiz. Bizda produkt. Мы ничего не продаем. Мне 50 лет. Я уже не в том возрасте, чтобы я могла вот так вот сетками ходить, продавать шампуни, да, вот там БАДы. Я не врач, чтобы продавать БАДы. Поэтому у меня элитный клуб. Я с одним ноутбуком могу зайти к любому человеку, даже на лайнере могу подписать людей. Почему? Потому что у меня продукт уверенный. Я на этом продукте живу. Я этим живу. Теперь же смотрите. Допустим, вы себя регистрируете с виза карты. Это я могу стереть вот это, да? Да. Отлично. Xo'p, qaranglar. Men o'zim registratsiya qilyapman. Visa kartaga men $200 pul tashladim. O'zimni viza kartamga, siznikiga emas, o'zimni viza kartamga $200 tashladim. Ko'ryaptimi sizlarga? Видно? Ko'ryaptimi? Oldiroq mehmonlar, mana bu yerda shuncha joylar bo'sh ekan. Yo'q, keling. Men birinchi liniyaga kelib o'tiring unda. $200 bilan bizlar o'zimiz registratsiya qilib $200 biza to'layapmiz. $200 to'lagandan keyin klub bizaga 300 sayohat pulini beryapti. 300 sayohat puli. Bu bonusli ball. Bu dollar emas. То есть bu pulni sizlar olib cho'nchagingizga solib olmaysizlar. Bu pulga sizlar faqat sayohatga chiqishinglar mumkin. Tushundinglar? Misol uchun to'y bo'lsa ham, o'lim bo'lsa ham bu pulinglar yig'ilib boradi. Har oy siz o'zingizga $100 tashlaysiz, klub sizga 200 sayohat pulini beradi. Yana $100 tashlaysiz, $200 sayohat pulini beradi. Mana shu sayohat puliga biz sayohat qilamiz. Bizda 3 ta paket bor. Endi birinchi paketni men aytmay qo'ya qolay-da. Ne надо. Bizda 3 ta paket bor. Birinchi paketni men sizlarga aytib o'tirmayman. U o'zi studentskiy paketlardan qaytagi studentlar premium klassga yozilib yotibdi. Qaranglar. $200 ga o'zinglar a'zo qilasizlar. Klub sizlarga 300 sayohat pulini beradi. 300 sayohat pulinglar $300 ga teng pul. То есть давайте сделаем так. Это пусть будет ваучером. Допустим, косметология ayol kishi bordi. Men sizga $500 vaucher berdim, lekin men uni $200 ga sotib oldim. No siz $500 protsedurani qilib chiqasiz. Bu ham shunaqa pul. $500 paketimiz bor. Juda yaxshi ko'raman shu paketni. Klub sizlarga 750 sayohat pulini beradi. Bu kim tez sayohatga bormoqchi bo'lsa, накопительный программа. Bugun to'ldiringlar, ertaga olinglar. То есть bu bonusный ball $750 miqdorida. Tushundinglar? То есть, пожалуйста, bu paketga qo'shilishingiz mumkin. Mayli sizlarga hozir oddiy hol klassik paket to'g'risida aytib beryapman. Har xil odamlar bor. Misol uchun 500 ga ham, birinchi ham deydi, $500 ga yozilishgan. Siz $300 $500 500 da yo'q, 400 ekan. $400 tashladingiz. Sizda mana bu yerda qancha pul bo'ldi? 700. Nimaga 700? $100 ila aktivatsiyaga ketadi. A $100 ila 2 sayohat pul beryapti. Yaxshimi? Yaxshi. 700 bo'ldi. Sistemamizda bizda sayohatlar juda ham ko'p. 21 mingta yo'nalish, boya men aytganimdek, 21 mingta yo'nalish dunyo bo'yicha. Xohlasangiz Avstraliyaga boring, xohlasangiz Kanadaga boring. Xohlaganingizni misol uchun bemalol bron qilib kelishingiz mumkin. Kim kruizlarda bo'lgan? Qo'linglarni ko'taringlar. Отлично. Qaranglar. Kruizga sayohat chiqish bilan oddiy sayohatning farqi nimada? Siz endi turing. Oddiy sayohat bilan kruiz. 5 ta 6 ta yani katta davlatlarni ko'rasiz va uni ichiga shaharchalarni ko'rasiz. Mana siz oxirgi marta qaysi kruizga bordingiz? Necha kunga bordingiz? 14 kunga. На 14 дней по Европе. Браво. Endi shu sayohatingiz necha pulga aylandi? $1700 kishi, ketdi samolyot, anaqa pullari, viza oldik.
ikki kishiga $1700 ketdi. На 2 человека, да? $1700. Qancha pulingiz kruiznidan tortdi? O'zimniki почти половина. Половина, да? Отлично. Siz 14 ta joyda to'xtadingiz. 14 kunlik sayohatga bordingiz. Nechta davlat ko'rdingiz? Tursiya, Abu Dabi, Italiya, Ispaniya, Fransiya, Misr, Barselona. Aha, отлично. 5 ta davlatni, yana nechtadir shaharlarni 14 kunda ko'rdingiz. Poyezdda Fransiya, Massachusetts, Fransiyaga bordik, poyezdda bo'ldi. Anaqa ancha nima deydi, taassurotlar oldik, juda zo'r maza qildik. Yoqdimi kruiz? Endi farqini siz bularga tushuntirib berdingiz. Bitta davlatga borib, misol uchun $1700 ga dam olishingiz mumkin. Samolyotlar ichida misol uchun 2 kishi, biz 2 kishi ketdik. Три guvoh. Hamma zaqilib dam olishdik. Nalichkani xo'jayinimlarga to'ladik. Menga o'sha yarimini Siz bizaklar. hozir esimda yo'q, 1 yil bo'lib qoldi. Hozir men chizib beraman. Lekin mana shu hozir tushuntirayotganlar hammasi to'g'ri. Mana opam, rahmat sizga. Mana qaranglar. Отлично. Это очень хороший вопрос. Это все об этом задают. Допустим, qaranglar. $400 tashladinglar, $100 aktivatsiyaga ketdi. 700 sayohat pulinglar bor. Sizlar sayohatga chiqmoqchilar. Sayohatlar $50 dan boshlanadi, $9000 dan oshiq va hokazo. Sayohat 1 kundan 120 kungacha. Sayohat 1 kundan 120 kungacha. Kemani ichida sharoit. Xona beradi sizlarga. Bu xonaga 1 kishidan 4 kishigacha sig'adi. Xona oynali bor. Mana hozir biz oynasiz joyda o'tiribmiz. Oynaligi bor, balkonli bor, bemalol chiqasizlar, siyuti bor. Hammasiga biz o'tirib aylanib chiqdik. Hammasi zo'r, balkonli ekan. Endi, допустим, sizlar sayohat tanladingiz. Siz misol uchun o'zingiz ukangizmi, o'g'lingizmi, bilmayman, 4 kishi bo'lib ketyapsizlar, 2 kishining farqi yo'q. Sayohatingiz $2000 turadi. $2000 sayohatinglar. $700'ni sayohat bonusli baldan tortasizlar-da, $700'ni. Qolganini 1300'ni sizlar naqd to'laysizlar viza kartalar. Tushundinglar? Nega desanglar, sizlarning kruiz klubiga 50% skidkasi bilan 50% skidka kirib kelasizlar. Lekin qaranglar, jalka menga $1300 naqd to'lagani. Shu yerda men yana bitta oy to'laymanda $100. Klub menga yana 200 beradi. 900 bo'ldimi? Пожалуйста. $900 bu yoqdan tortinglar-da, mana $900 tortinglar-da, a 1100'ni naqd to'lab olinglar. Очень выгодно. Shunda sayohat sizga nech pulga aylanadi? $1000. A? Qanaqasiga 1100 ga aylanadi? Yo'q, nimaga? 500 ga aylanadi. Так, давайте вот так вот. Да, давайте, я по-другому, да? Запутала, да, вас? Я это сама поняла, что это. Qaranglar. Mana yana $100 tashladim. Klub 2 sayohat puli berdi, da? Po faktu 1 2 3 4. $500 pul to'langan, 100 aktivatsiya uchun ketgan, da? Bu yerda qancha pulimiz bo'ldi? 900. $2000 turadi круиз. Средний круиз стоит $3000. Долларов. Не в баллах, а в долларах. Bu bizning ballimiz. Misol uchun Shirin, men sizni sherik qilib olib ketyapman. Siz sayohatchi emassiz. Men sizni Nilufar, men aytaman, ketdik, 5 ta davlatni ko'ramiz. Mana Barselona, yo'l-yo'llarni ko'rib kelamiz. 7 kecha kayf qildan olib kelamiz. Ichida hamma narsa включено. O'yin kulgilari, teatr, shou balet включено. Ketdik davomi. Nech pul deyapsiz? Men aytaman, $1000. $1000 misol uchun men boraman. Все включено, 5 звезд. Круто. Men $900 men yoqdan tortdim. Da? Bular $1000'ni naqd to'ladilar. Men $900 tortdim-da, yana $100 naqd pul tashlavordim viza kartadan. Da? Menga 1000 tushdi, bularga 1000 tushdi. Po faktu menga bu sayohat nech pulga tushdi? $100 aktivatsiyaga ketgan. $100 aktivatsiya ketgan. $500 ga tushyapti meni sayohatim.
Qarang, Sina, qarang, eshiting. Круиз стоит $2000. Так, тихо, девочки, давайте еще раз. Круиз стоит $2000, да? В течение 4 месяцев я копила свои деньги. $200 bilan a'zo bo'ldim, $100 aktivatsiyaga ketgan. $100. Давай вот так вот сделаем, чтобы вам было вот. В общей сложности 500 to'ladingiz. Да. Endi u sizga skidka qilib beryapti. 1100 siz yana to'lashingiz kerak. Yo'q, nimaga? 1100 to'laysizmi? 2200 olish kerak. To'g'ri, $1100. 500 qo'shilsa, Men sherigimdan 1000 olaman. Sherigimdan 1000 olaman-ku. u sherik bo'lsa olishingiz mumkin. Agar oila a'zoyingizni olib ketsangiz, Oila a'zoyingiz bo'lsa 1100 qo'shasiz. Shunda sizni oilangizga shu kruiz necha pulga aylanadi? 1600 ga. Shunda qancha skidka bo'lyapti? Oilaviyga necha foiz skidka? 25% skidka bo'lyapti. Siz ko'chadan sherik olsangiz sizga 50% skidka bo'lyapti. Oilaviy ketadigan bo'lsangiz 25% skidka bo'lyapti. По-любому. Bizning klubimiz почему именно клуб Incruises? Почему? Допустим, мы тут, да, вот мы все можем позволить. Biz hammamiz o'zimiz naqdga olishimiz mumkin. Ну, интересно, смак. Har oyi 100 ga 200 beryapti. O'sha klub berayotgan balga biz sayohat chiqmaymiz. Endi bizning sayohatimizni tekinchi oyi ham bor. Qiziqmi, qiziq emasmi? Qiziqmi? Tekin, a? Я люблю всё на халяву. Но чтобы быть на халяву, надо немножко постараться. Я серьезно люблю на халяву. Вообще люблю, сейчас покажу. Послезавтра я в Самарканд тоже на халяву еду. Чуть на халяву еду. Так. А? Нет, я здесь все деньги забрала. Я здесь все деньги забрала. До круиза. Да, смотрите, до круиза вы обязуетесь, у нас есть членское соглашение, у нас очень много документов, кучу документов, не буду я сейчас об этом говорить. Sayohatga chiqqan qadar sizlar yana har oy 100 to'lab 2 sayohat pulini olasizlar. Почему? Aktivniy bo'lishinglar shart. Bu plus nimaga? To sayohatdan kelguningizcha yana pulinglar ko'payib qoladi. Yana sayohatga chiqib ketasizlar. Поэтому мы в год по 2, по 3 раза путешествуем. Bir martalik emas, bu doimiy ravishda boshida Yo'q, bu doimiy. doimiy. Incruise klubiga odamlar nima ham qo'shiladi, bilasizmi? Gulchehra Incruise klubiga nima ham qo'shilyapsiz? Sayohat qilish uchun. Bir marta chiqib kelish uchunmi sayohatga? Yo'q, qayda marta sayohat. Пожалуйста. Все об этом знают. В клуб Incruises odamlar keladi doimiy sayohatga. Menga misol uchun kelishadi, men bir marta chiqib kelsam bo'ldi, sen menga a'zo bo'lmagin deyman. Boshqa o'zingga lider topganda o'shanga a'zo bo'lgin deyman. Nimaga? Men bitta yo'q. Bizga bir martalik sayohatchi kerak emas. Biz pul yig'ish uchun kelganmiz. Pulimizni 50% skidka qilish uchun yoki tekinga sayohatga chiqish uchun qilganmiz. Он Майкл вообще уж, короче, он с большой буквы, да, не буду сейчас его рекламировать, о нем почитайте. Endi, да, endi bu oddiy sayohatchi. Хорошо, но вот это я не люблю. Как я говорю, я люблю на халяву. На халявиga ozgina harakat qilish kerak. Incruise klubidan sizlar litsenziya sotib olasizlar. $95 ga sizlar biznes, minimальный, Jamshid aytgandek, minimальный вклад bilan maksimalniy biznesga sizlar kirib borasizlar. Misol uchun, men biznes, ну я женщина, но я бизнес-леди. Почему? Потому что я люблю деньги. Я так люблю деньги. Нет, у нас есть люди, которые не любят деньги. Приходят вот такие вот, да, вот я понимаю, что бриллианты, да. Я говорю, вам деньги, объясни. Не, мне деньги не идут. А она в бриллиантах. Так она любит деньги или не любит? Любит. Гордость немножко есть такие. Ну ничего, я шучу, да. За $95 вы покупаете лицензию на 6 месяцев. 6 oyga sizlar $95 ga litsenziya sotib olasizlar. O'zingizlarga. $95 6 oyga bo'lsanglar nech pul bo'ladi? Nech pul bo'ladi? Siz hisobda zo'r bo'lar ekansiz. 15 $15 bo'lmaydi. 13 u mana shunaqa bo'lyapti. Nech pul? 13.
uchun. Хорошо. Summa 15.87. 13 dollar в месяц. 15 dolar 80 15, 14. Хорошо. 16 dollar, 16 dollar. Mayli, 16 bu. 16 dollari oy 16 so'mga ko'paytirilsa necha pul bo'ladi? 200 mingli bu. 180 tысяч so'm bo'ladi. Mayli. 208 ming bor. Ha, Округлись qiladi. ha. Bitta kirib solsa yeb chiqasizlar, pulinglar tamom bo'ladi. To'g'rimi? 208 ming. Представьте, зайдете, Samsung покушаете и денег нету, правильно? Зато 16 dollar bilan sizlar oyiga biznes ochyapsizlar. Kimmi bu yerda biznes do'konlari yoki nima biznes nimalar bor? Reja. Кто здесь бизнес-леди есть? Бизнесмены, бизнес-леди? Fabrika, может, еще что-то есть. Вот. Opa, mana siz ayting menga. Biznes uchun siz necha pul tikkansiz? Boshidami? Ben bilmayman. Boshida 5 ming dollar berganlar, Tursiyaga borib kelamiz. Отлично. Товар отправляем. Чтобы продать этот товар, вот 5000 вы вложили, чтобы продать этот товар, вам же еще нужно место, наверное. Arenda. Аренда. Сколько вы в месяц платите? Вот расход кругом бегом qancha sizda? Налог, hammasi. Hammasimi 3 ming dollar bor. 3000 долларов в месяц вы для бизнеса каждый месяц. Каждый месяц. Это да. кроме зарплаты ваших девочек. Yo'q, o'sha zarplatalar. Зарплаты. Отлично. Demak siz tovar обороtingiz qancha bo'lishi kerak? Kamda 10 ming. Kamida 10 ming dollar bo'lishi kerak. Amani qarang. Mana lizerlarni qarang. Bizda oyiga 16 dollar to'layapmiz, o'rtoqlar. 16 dollar в месяц. Это Hammaga emasdi. Вот тут надо менять. Вот тут вот мышление надо менять. Я бы сейчас сказала, что мне Джамшик сказал. Прям в саммите последний раз, но я это вам потом скажу, это пусть на пассажу просто. Смотрите, 6 oyga, demak 16 dollardan tushyapti. To'g'rimi? Mana siz biznesga o'tgansiz. Biznes qilish uchun 16 dollar. Реально это или нереально? Реально? Реально, да? 16 долларов реально. Теперь же клуб говорит, если ты, говорит, вот ты зашел в бизнес, тебе открывается 2 кошелька, один круизный, один бонусные баллы, да? Bizani saytimizda bormi? Nima? Kошелeklar. Bizani saytimizda hozir ochadilar. Bizani, короче, xafa ekan, bo'ldi. Sal, bo'ldi, mashinchaga. Bo'ldi, sal xafa ekan, nичего страшного. Yodinglar ko'rmas. А, да, не видно? Сюда. Хорошо, вот так вот сделаем. Вот, смотрите. Просто хочу показать. Кошелёкlarni ko'rsating. Hammamizda mana shunaqa kabinet bor. Bu har bitta inkruzga kirib kelgan biznes uchunmi yoki sayohat uchun kelgan odam mana shunaqa kabineti bor. Mana bu yerda yig'ilayotgan narsalar hammasi bular bonusli ball. Har oy klub bizga mana shu bonuslar bilan ball beradi. Erkin. Mana 100 to'laydi, 200 tushadi. 100 to'laydi, 200 tushadi. Ko'rasizlar mana 26, 27, 28 hamma puli tushib kelyapti. Oyma-oy vaqtida tashlab beryapti-da. Bo'ladimi? Да, ko'rdinglar? Видно? Видно, отлично. Да. Faqat tushmayapti ekan. Ikki sayohat pulidan bizga pul beryapti, pulimiz ko'payadi, bemalol bronimizni qila olamiz. Brondan minus qiladi, yana keladi. Endi bizga mana bu yerda bosing, aka. Nimani bosing? Ha, o'sha. Mana bizada Hozir ochiladi. Yo. О, отлично, все, подожди. Ничего, что я немножко споловину. Да. Вот, у нас вот такие вот есть классы. Поедет у нас 2 dollarli bor, klassik 50 dollarli bor и премиум класс. Kim premium klassga yozdirsa 250 dollar har oy pul to'laydi. Boshida 500 dan kiradi, 750 pul beradi. 250 dollar oyiga to'lasanglar, klub sizlarga 500 beradi. Biznes qo'shilish uchun mana партнерская программа deb yozib qo'ygan. Это есть еще на o'zbekiston языке. 95 dollar 6 oyga to'laysizlar, o'zingizlarni bo'lajak biznesingizga kirib kelasizlar. Tushundinglar? Endi bizga mana 500 dollarlik mana, видите, да? Qo'shiladi, mana bu yerda bosib olasizlar, shu bilan o'zingizlarni a'zo qilasizlar. Men kashiloklar so'radim, deyki, hypervalid, da? Shu yerda bunda unaqa narsa. Bu yerdan chiqib keting, o'zingizni kabinetingizga kiring. Mehmon bo'lib yuraveramiz kabinetda. Biz ruxsat yo'q, lekin bir kirib chiqamiz, demayli. Shunaqasi ham bo'ladi. Mana
O'zinglarni adresinglarni, почтовый adresinglarni yozasizlar, pochtalarni, xuddi ana Facebookga registratsiya bo'layotganinglarda, pastga parolinglarni yozasizlar, kirib ketasizlar. Mana bu Bekzod akamning ayollarini kabinetlari. Yo'q, boshing. Mana qaranglar. Bu bizlarning koshyoklarimiz, qattan bizlar pulni naqd qilib cho'nchagimizga yechib olamiz. Kimda bor Visa karta at Incruises? Отлично. Mana Pickwicker, Hyperwallet, Pioneer и iPoint. Bizlar mana shu kartalar bilan bemalol ishlata olamiz. Bu Barclays Bank 1690-yil Angliyada Londonda Barclays Bank ochilgan. Mana shu Barclays Bank orqali bizlar Mastercard orqali pulimizni yechishga haqqimiz bor. Kстати, страховая kompaniya Trust My Travel deb bizning pullarimiz turadi, buni aytmayman. Pickwicker и Hyperwallet, mana Pickwicker Hyper bitta kartalar Los Angelesdan keladi, bitta kartalar Kanadadan keladi. Haqqoniy Visa karta любой joyda pulinglarni ishlatishingiz mumkin и bemalol yechib olishingiz mumkin. Mana shu kartalardan biz pullarimizni yechib olamiz. Tushunarli-a? Endi bo'ldi svetda yoqamiz, men ko'rsataman. Это уже можно, я лучше здесь покажу, чтобы люди все поняли, да? Теперь же, все, biznesga qo'shildingiz. Klub aytibdi, $95 to'ladingda, o'zingni orqangdan sayohatni yaxshi ko'radigan insonlarni taklif qilsang, deyapti. Sayohating tekin qilsang bo'ladi. Qaranglar qanaqa. Ukam, siz tug'ilgan kuningiz qilsangiz, nechta o'rtog'ingizni tug'ilgan kunga aytasiz? Taxminan. Nechta aytasiz? 10 ta, 15 ta. Yashang. Sizni orqangizdan ishonadigani nechta o'sha 15 ta o'rtog'ingizdan? Ikkita yo'q, bitta bo'lishi. 5 ta bormi? Смотрите. Человек авторитет, у нас свой день рождения, приглашает 15 человек. Из них самые те, которые за ним могут пойти, оказывается 5 человек. Это круто же, да? 5 человек. 5 ta odam zo'r. Demak, siz o'zingizni ketingizdan agar 5 ta odamni taklif qilsangiz, sayohat uchun 5 ta. Klub nima qiladi? Siz uchun siz promotion berib, kemalarni to'ldirib berganingiz uchun klub sizga har bitta inson uchun $20 dan pul beradi. Endi qarang, korzinkada zo'r shampun, zo'r sotilyapti. Men o'rtog'imga aytdim, korzinka sizga pul beradimi, bermaydimi? Bermaydi. Klub bizga pul beryapti. Har bitta odamga $20 dan berganda sizga $100 pul beryapti. Siz $95, $5 ko'pi bilan biznesga tikkan pulingizni chiqarib olasiz. Zo'rmi? Zo'r. Zo'r. Klub yana aytibdi, sen har oy $100 dan sayohat uchun pul yig'yapsan, deyapti. Men seni deyapti, undan ozod qilaman deyapti. Senga 2400 lik sayohat pulini o'shani ko'rsatib berasiz. $2400 sizga sertifikat beradi. 2400 sertifikat har oyi klub sizni hisobingizda 2 sayohat puli bilan o'zi cho'nchagidan to'ldirib beradi. 5 ta odamni taklif qilib, bularni nazorat qilib turganingiz uchun. Halolmi? Nazorat qilib turmasangiz, bittasi vaqtida to'lmasangiz, 2400 sayohat pulini sizdan olib qo'yadi. O'zingiz $100 to'lab, yana sayohat pulingizni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda savollar bormi? Savolingiz bormi? Zo'r. Kimda bor savollar? Yengillardan shundaylarmi? Если нету вопросов, значит никто ничего не понял. Shundaylar. Masalan, 5 ta odamni qo'shdik. Masalan, ular necha oygacha o'sha pulni tashlab beradi? $2400. Yashang. Hamma beradigan savol. Hozir mana opa aytdilar. Bu sayohat davomiy sayohat. Ya davomiy bilmayman. Просто o'sha $2400 masalan $2400 yig'ish uchun men masalan sayohatga chiqishim uchun necha oy? Yo'q, sal noto'g'riroq. Qarang. Ukam, siz 5 ta odamni taklif qilsangiz, qarang. Sizga klub 2400 sayohat pulini beradi, umrbod. Mana men 18-yildan beri men sayohatga tekin chiqaman. Men, oyim, adam, ukam, o'g'lim, kelinlar, xudolar hammamiz biz sayohatga tekinga chiqamiz. $2400 12 oyga bo'lib beryapti, po faktu. Agar 5 ta odamingiz aktiv bo'lsa, keyingi oyga yana sizga 2400 beradi.
Tushundingizmi? Bu davomiy. То есть mana bu pulni sizdan olmaydi. Klub o'zi beradi. Men doim aytaman-da, mana ko'plar aytadi, oilaviy chiqaman, pul. Men aytaman, один раз дали им круизы, все, больше не давайте. Вы научитесь брать. Olishni o'rganinglar. Zachем Amerika O'zbekistonga kirib keldi? Amerikaga borib ishlab kelish kerak emas. Shu o'zida emas sizlarga Amerika. Qanaqa yana Amerika kerak sizlarga? Odamlar uy-joyini sotib Amerikaga boryapti. Mana Amerika. 5 ta odamni taklif qildingiz, 2000 dollar berdi. Sayohatingiz tekin qildi, $95, 5 ta odamni minimalniy vkladga chiqardingiz. Atengruzni что еще хотите? Tekinga sayohat beryapti. Biznes pulini chiqardingiz. Boshida qo'shilganingiz 300 ni berib bo'ldi. Pulni chiqardingizmi? То есть mana opa, misol uchun, har oy tovar оборот qilish kerak. Bo'lmasa bankrot bo'ladi. Yengil narsa mahsulot qo'shmasak, bizning mahsulotimiz mana 2400 sayohat puli. Buni bittada tushirib berishadi. Yo'q. Вот, я же объяснила. Har oy, каждый месяц на 12 месяцев он делит, и каждый месяц он вам сам закидывает эти деньги. Agar orada odam to'lashib qolsa, shu 5 ta odamdan 2400 hammasini olib qo'yadi. Olib qo'yadi. То есть bu pullaringizni olmaydi. Допустим, вот смотрите, bitta odam vaqtida to'lamadi. В течение 5 дней нужно будет сделать оплату за ваши будущие круизы. То есть многие говорят, ой, сколько я еще буду давать? Здрасте, вы мне даете, вы себе в карман даете, o'zinglarni cho'nchagingizga solasizlar. Sizlar o'sha $100larni 2 sayohat qilib sotib olasizlar. Endi agar vaqtida bitta odam pul to'lamadi, sizga счет keladi, пожалуйста, to'lab qo'ying, 2 sayohat pulingizni sotib oling. То есть, men to'g'ri tushundimmi? Agar orada pul to'lamasa bitta odam, do aytida to'langan, tushirib bergan pulni ham olib qo'yiladi. Yo'q, siz to'laysiz. O'zi to'laysiz. Hammasi to'laydi. Только один месяц. Поэтому что я делаю? Подушка безопасности. Не надо зацикливаться на 5 человек. У моей мамы на первой линии, вот, сказать, сколько у нее человек? У нее 70 человек. На первой линии. 70 человек. Это вот спишь, глаза открываешь, помаду накрашь, упали деньги. Опять спишь, глаза открываешь, помаду накрашь, упали деньги. Здорово. Не накрасишь, ну тоже падают деньги. Да? Теперь, все. Бизнеске пульки чекарни. Меня не обманули, инкрузист. О, мне деньги дам. Так же у нас узбек, да? Да. Швейра. Шунчу 5 раз он так поем. Круто, да? Круиз. Как мне недавно одна девушка подписала на премиум-класс $500 bitta odam yozdi, $50 chiqdi, bundan o'zi millioner, fabrikalari bor. $50 tushdi, qaranglar dedi. У нее, извините, конечно, у нее вот так вот денег, там $50 не упало. Знаете, вот такое ощущение, как будто там не $50 000, а $500 000 ей упало. Круто, да? Теперь же клуб. Сейчас к этому я иду. Степ бай степ, потихоньку. Я к этому иду. Истинная бизнес-вумен. Да, она уже думает, да, кого? У него же там уже, она уже составила план, кого она будет приглашать, с кем будет она разговаривать. Смотрите, на этом мы не останавливаемся. Мы же не можем остановиться, только быть безоплатниками, сидеть как герой Махмуд, чтобы нам деньги, да, падали? Для этого нам надо еще немножко постараться. Что мы делаем? Допустим, это я. Сейчас. Допустим, это я. Я butun bu marketingni o'rganib chiqdim. Мне никто не учил, я 7 дней я учила этот маркетинг вначале, да, потом я поняла, ну, это потом я вам расскажу после вот этого всего. У нас есть кто спешит. Я пригласила Джунозу Маликову, да, вот, я ей маркетинг объяснила, я ее пригласила, она раньше работала в банке, и она мне говорит, слушай, Нилюфар, ты зарабатываешь, я тоже хочу зарабатывать. Bo'ldi, o'zbekcha. Bular aytayaptilar. Tijoriy, мне вот. Да. Sizchi sal mundoq o'ting.
Boshqa u yoningizdagilar. Ruschaga tushunishmayapti. Shunga aytyapman, yaqinroq o'ting. O'zbekchada ham yaxshi topdi. Bo'ldi, qaranglar. Har marketingga zo'r bo'lar ekan. O'zbek gapiradigan mashqqa chiqib o'zbekcha marketing deyinglar, iltimos. Qaranglar, men Dilnoz opamga tushuntirdim-da. Dilnoz opam полное обучение qildilar. O'sha anaqa chiqdilar. Har tomonlama o'yladilar, Nilufar mana pul ishlayman deyaptilar. Bo'ldi. Agar Dilnoz opam bugun yozildilar, dushanbadan otliqgacha с понедельника до воскресенья Dilnoz opam Nobodoga 3 ta odamni taklif qildilar. Bir haftada Dilnoz opam $60 ishladilar. Da? $60 ishladi. Gulchehra opam oldilarda xo'jayinlarini, singillarini, qizlarini, o'g'illarini yozib qo'ydida, kelinlarini bular ham $60 pul ishladilar. Menga SMS kelaveradi. Emailingga tin qilib SMS keladi. Keladimi SMS keladi? Hammaga keladimi SMS? Qo'shnilarga keladi SMS. SMS keladi aytadi. San deyapti. Bitta odamni aktivatsiya qilib, o'zingni aktivatsiya qilganda $20 olganda deyapti. Qarab turinglar, eng qiziq joyi. Mana shu pulni hammasini siz olasiz. $120. Sizni savolingizga mana. $120. Endi qaranglar. Odamlar aytish mumkin. Nimaga? Bular olgan pulni siz olasiz. Siz bularga dars berib, bularni o'rgatganingiz uchun, siz mehnat qilib, yordam berganingiz uchun sizga ham haqqingiz bor. Lekin halolligi bitta odamni aktivatsiya qilmasangiz, bu pulni ola olmaysiz. Bitta odamni yozib olsangiz, bu pulni ola olasiz. Halolligi shunda. Xudoga shukr, men $120 ishladim. Meni partnyorlarim $60 ishladi. Keyingi oy boshiga men 5 ta aktivatsiya qildim. 6 ta odamni taklif qilganligim uchun menga klub $180 pul beradi. Qayerdan keldi bu pul bilasizmi? Dilnoz opamga 60 beradi, Gulchehra opamga ham 60 beradi. Qayerdan bu keldi bu? Bu oylik bonusimiz. Keyingi oyga sizlar 8 bor chislo, keyingi oy 1-chislo kuni tushadigan pul. Agar 3 ta 4 ta odam taklif qilgan bo'lsanglar, bir oy ichida $20 dan pul beradi. 5 tadan 9 va hokazo $30 dan beradi. 10 tadan 15 mi yana undan $40 pul beradi. Demak, men 6 ta odamni taklif qilganligim uchun $30 dan menga pul berdi. Dilnoz opam 3 ta odam taklif qilganlari uchun Gulchehra opa bilan $20 dan pul berdi. Men $180 pul oldim, bular ham 60 dan olishdi. Bitta savol bormi? Savolingiz bormi? Баллga tushyapti. Ball. Yoki отдельный Наличные деньги. Вот смотрите. Ikkita cho'nchagim bor. Bittasiga mana bu tushadi, bittasiga naqd pul tushadi. Mana naqd pul tushadigan pulimga mana bu pullar hammasi tushadi. Tushundingizmi? Endi klub aytibdi. Sani komandangda jami bir oy ichida 15 ta odam bo'lsa, mana 15 ta odam bo'lsa, bular $200 bilan kirishgan. To'g'rimi? Aktivatsiya uchun $200 bilan kirishgan-ku, $200 bilan kirgan. Оборотlar qancha bo'ladi? $3000 оборот bo'ladi. $3000 dan $300 sizlarga naqd oylik beradi. Bu уже oylik. Ma'mularingiz bor. Баллdan tashqari oylik. Здесь еще есть деньги, я не буду говорить о них, потому что у вас вот так вот сейчас все. Денег очень много. Не буду рассказывать. Пул juda ko'p. Aytmayman, потому что правое полушарие оно все равно не примет. Да? Я вам вот вкратце рассказала, это вот birinchi лидерский маркетинг. Kim bu yerda marketing direktor? Qo'linglarni ko'taringlar. Hammasi ko'taradi. Marketing direktori. Kim bu yerda безоплатник? Boyaga sertifikat $2400 sertifikat olgan. Безоплатник, a? Безоплатник. Qanday sayohatga tekin chiqish zo'rmi? Конечно, zo'r. Kim beradi yana unaqa sayohat qilib $2400 ga? Da? То есть iboratki marketing direktor yog'iga уже senior bo'ladi, yog'i step by step ketaveradi. Pullarni ko'rsatib bermayman. No, 90
15 dollar bilan minimalniy vklad bilan oyiga kerak bo'lsa 100 ming dollar ham topishga ilojisi bor joy mana shu bo'ladi. Zakorodki srok. Sinyorlar ham bor, sinyorlar ham tur. Senyor kim senyor? Qo'qondan kelishdi. Senyor. Eng zo'r senyor. Bu yigitni butun O'zbekiston taniydi. Butun O'zbekiston taniydi. Roliklarni tanidinglarmi? Sizga chiqqanlarida. Zulfiya turing. Montaniyasida borlar. Turinglar senyorlar, o'rtoqlar. Shuncha senyorimiz bor. Hammachilik. Oila olasiz. Senyorlar nechta pul oylik olasizlar? Aytvoring. 1265 dollar oldim. Mashallah. Oygami? Oylikda. Senyor получает от 1000 dollardan 2000 dollargacha oylik olishadi. Senyorlar. Fundament qo'shiladi, rekurrentni qo'shiladi, oylik qo'shiladi. У меня сын, да, он тоже сеньор. Я знаю, сколько он получает. Вы очень такую сумму маленькую назвали. Но я знаю, что вы стесняетесь. Да, все рассказывать. Правильно делаете. Новые сеньоры директора. Поэтому они... Все. Харси берегler. $100 000 на голову упало. Ну-ка улыбаемся. Теперь же у нас есть еще здесь национальный директор, да? Кто у нас национальный? Regionalniy direktor. O'zingiz regionalniy direktorsiz-ku. O'zingiz ham aytvoring. Мне стыдно говорить. Bermasdan aytvoring. Честно скажу, почему мне стыдно. Давайте я расскажу, почему мне стыдно. Я могу теперь? Я маркетинг рассказала, быстро вкратце. Да, вы просто, я же знаю. Региональный директор, вот региональный директор. Boshqalar bor, o'zingiz ham. Вы сами тоже. Dilnozapa, знаете, почему мне стыдно говорить, что я региональный директор? Вы знаете, почему стыдно? Потому что мы 3 года назад ставили цель, что мы будем интернациональными. Как вот там не стыдно? Я немножко красная, не красная. Я специально красную футболку сегодня не одела. Я обычно в красном даю презентацию. Мне стыдно почему? В саммите. Дайте немножко мне. Зеляпа саламали. Дайте немножко мне. Savolim bor. Bitta odam qo'shmasdan o'zi a'zo bo'lib yuraversa ham Sayohatchi bo'lib. Bo'ling mana sayohatchi. Umuman qo'shmang. Sayohatga boravering. Lekin men sizga javob beraman. Siz bitta sayohatga chiqqaningizdan keyin men sizga javob mana oddiy sayohatchi edim. Mana hozir sayohatchi, hozir mana bir oydan keyin sayohatga ketadi. Bitta sayohatga chiqasiz, men sizga javob. Я зуб вам дам. За вами пойдет народ. Потому что они будут у нас bitta odam olsamchi? Yo'q, o'sha qanaqa bo'ladi anaqasi? Давайте этой женщине похлопаем. Давайте этой женщине похлопаем. Давайте этой женщине. Теперь я хочу рассказать, почему. Я хочу рассказать, почему мне стыдно и Dilnozapga, наверное, стыдно. Она правда на сайте. Деньги olishga не стыдно? Что я стою на этом ранге уже вот 2 года, мне стыдно. Почему? Слушайте, одна девочка из моей команды, Дildora ее зовут, она пришла и вот так вот стоит, ман turibdi. Marketing. Man loyiq emas ekanman. Summit kuni marketingga chiqib keldi, o'tirdi. Nimaga loyiq emassiz? Menga yoqmadi marketing bo'lish. Nimaga desam, маркетингni qilib chiqarib. Давай скорее. Мою фамилию что там? Нет, давай скорее. Yana marketingga o'tyapti. Давай скорее. То есть marketing bo'lganda juda ko'p ekan. Очередьda turish. Mana opa ham biladilar marketing. Очередьda turish, odam давай скорее deyapti-da. Tushunasizmi? Xo'p, ular o'tdi. Senyorlar chiqyapti. O'nta chiroyli senyorlar. Я даже была рада, если я как сеньор бы тогда вышла. Сеньорlar regionalda chiqyapti. Dilnozapa shunaqa uyanib, кучкой нас туда, назад, и мы друг друга не видим, кто. Нам дают вот эти вот штучки, все фамилии, все разные. Я спустилась, я говорю, нет,
я теперь регионалом точно не буду. Мне нужно быть скорее национальным директором. Мне стыдно было там стоять, понимаете? Я просто хочу, я не зазнаюсь, я нос не поднимаю, кибриюмен, да? Просто маму сцена, да? Накатал по воду. Меня даже никто не увидел. Вы знаете, меня даже никто не увидел. Но зато маму, Зибиджон Аркузиева, национальный директор, давай. Мама вышла, со всеми поздоровалась, спокойно прошлась, встала вот так вот с цветочком. Сам лично поздравил. Меня он даже не поздравил. Я говорю, блин, не, никакой регионал. Надо побыстрее туда. То есть я немножко люблю шутить, чтобы у всех была улыбка, да? Я не люблю, когда люди грустят. Вот мои партнеры, наши партнеры знают, час ночи, 2 часа ночи позвонят, я говорю, скорая помощь, саппорт. Ну, клуб же мне платит, и они ко мне звонят 2 часа ночи. Нормально, да? Я же получаю зарплату, ладно, зато я оправдываю. Поэтому хочу, чтобы всегда все улыбались. Благодарю вам большое, спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я отвечу. Сколько получаете, если не секрет? Karma o'tgan jadval tashing. Сейчас, 2 секунды. Это вообще. Это очень мало. А, очень? Сейчас, мы вот здесь вот покажем. Я даже разговаривать не хочу, даже говорить не хочу об этом. Вот здесь. Потому что, вот, женщина с большой губой. Вот. Вы лучше спросите, когда получаете. Я перед ними вот. А? Рано Алиева. Вы знаете, в этот раз 2 минуты можно? 2 минуты можно? 2 минуты. В этот раз Джамшид нам сделал такой сюрприз. У меня аж была там тахикардия. Я пошла кофе пить. Он нам сделал, я говорю, Джамшид, как ты мог это все переварить? Месяц никому не говорят, что ты стал исполнителем. Это как можно? Рано Алиева, ему осталось вот. Давай, поднимайся. Нет, она уже наверху, поднимайся. Мышление бедного. Вот смотрите, да. Вы знаете, это действительно, за ними можно идти. У нас можно, да, работать. Знаете, у нас в Азии. Все? Просто я перекрикну, потом у меня голод будет, а послезавтра мне на халяву в Самарканд еще ехать. Да. Смотрите, у нас в узбекской нашей линии, ну, можно сказать, не в узбекской линии, да, по Азии у нас есть единственный мужчина, кто достиг такого результата, это Джамшид Халик. Qozog'istonda ko'p ekan, a? Qozog'istonda ko'p ekan o'g'il bola. Просто я имею в виду, кто вот достиг этого статуса, у нас вот один вот единственный мужчина, это Джамшид. Поэтому, когда мужчины, так, минуточку внимания, можно? И когда мужчины говорят, это, короче, вот пример. Этот мужчина, он в свое время работал замуправляющего в банке. Вот сотрудница, они вместе работали. Чуть-чуть ему было, вот чуть-чуть, и он стал управляющим. Но он уволился оттуда. Он понял, что стратегия вот эта вот огромная, круиз, здесь большое будущее есть. На сегодняшний день Майкл еще как объявил, yana 10 yil oldinga hozir yana katta grandiozный plan qilib qo'ygan. Juda ham katta grandiozный plan qilib qo'ygan. Ko'plar
o'ylayapti, kruiz o'lib qoladi. O'lmaydi kruiz. Потому что suv bormi, liniyalar bormi, laynerlar bormi, biza kemalarni to'ldirib beryapmizmi, biza o'lmaymiz, xudo xolasa. Jamshid endi oyliklari Oilalar. Mayli. oylik Ha. zarplata. O'qing. Зарплата. Маркетинг директор. Маркетинг директор получает от 3000 долларов оборота до 600 долларов зарплаты. Потому что с каждой оплаты еще падает рекуррентный бонус на 5 долларов. Видно или свет надо выключить? O'zbekcha gapiring, oilalar. Oilalar o'zbekcha, видите? Главное, что зарплату надо говорить на узбекском. Я поняла. Qaranglar, ko'ryaptimi? Marketing direktor bizani birinchi liderlarimiz действительно qiyin. Marketing direktor chiqishga qiyin. Men qiyin. Marketing direktor, senior direktor bu juda qiyin status. Ну, regionalga chiqqanlardan keyin bemalol sekin chiqsanglar bo'ladi. 300 dollardan 600 dollargacha oylik oladi. Senior marketing direktor boya opal aytgandek 2000 dollarga yaqin pul olishadi. 2000 dollar oylik oladi. Regional direktor O'zizmi? bu meni o'g'lim. Bu meni ukam. Aha. Jamshid degan ukam bor, u meni siz Jamshid liniyasidan ukam. Bu meni o'g'lim. Bu meni oyim. Dinastiya. Da? Regional direktor 25 ming dollar оборот beradi, 2,5 ming dollar tiq qilib garant pul tushadi, oy oxirigacha yana 2,5 ming dollargacha pul tushadi, u 5 ming dollar oylik degani. Nasionalniy direktor mana oyim, may 72 bo'ladi. 50 ming dollar оборот qiladilar, 10 ming dollar oylik oladilar. Garant 5 ming dollar har oy tushadi, oy oxirigacha yana 5 ming dollar chiqadi. 10 ming dollar oylik chiqadi. Internasionalniy direktor bizning ichimizda bugun kelmadilar. Dildora bizning juda ham ko'p yaxshi qizimiz bor. Ular 100 ming dollar оборот beradilar, 20 ming dollar oylik oladilar. 10 ming plus 10 ming. Jamshid Qani? 250 ming dollar оборотлari Gapiravering. 25 ming 25 ming dollar garant, то есть 10 числа, вот 10 числа, 25 тысяч долларов. Avans keyin oylik. Payzor. Ha, bu oylik. И oy oxirigacha yana 25 ming dollar tushadi. Endi minutочку внимания, вас приветствует группа Нилуфар. Qaranglar. Endi 550 ming dollar обороты Ra'no Alimova beradilar. A tak bundan ko'p beradilar, 100%, потому что sizlarda ikkita bort direktorda ikkita bor. Ra'no ham necha pul oladilar? 55 ming dollar 10-da oladilar. Oy oxirigacha yana 55 ming dollar tushadi. Shunaqa. По секрету скажу. Это не все, что мы берем. У нас еще есть бонусы. О них я даже говорить не буду. Дальше у нас идет 750. Салтанат на этом уровне, да? Премьер. Ambasador. Премьер амбассадор. Вот же пример. Да. Вот, Салтанат. Ой, как я ее люблю. Да, Салтанат, я ее очень люблю. У нее, смотрите, что творится у нее. Видите, что творится? И до конца месяца вот что у нее. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. 155 ming dollar oyga. Салтанат. 1 million dollar. Я ее очень люблю. Я думала, что она будет здесь, но ее нету, да? Она вообще малая. Она простая, у нее кабрио. Она не гордая. 750 тысяч долларов она оборот дает. 1 миллион долларов она получает каждый месяц. 155 тысяч долларов она получает чек, это гарант. И до конца месяца с плюсами она получает, ну, она, конечно, получает больше,
больше этих денег. Ну, давайте подумаем, что она получает $1 миллион. Да. Похлопаем инкрузис. Вы знаете, bilasizlar, mana Xudoga shukr, hammamiz ham namoz o'qiymiz, hammamiz ham duo qilamiz. Maykl Haysni duo qiladiganlar qo'linglarni ko'taringlar bitta. Это до. Maykl Haysni kim duo qiladi? Я знаю. Теперь же, вы не думаете, что я из него построила пророка, да? Нет. Он духовный наставник, он наш проводник. Есть же вот учитель есть, да, проводник, чтобы мы в 1-3 класс пошли, да? Мы на него вот так вот не молимся. Он реально проводник. Поэтому, когда я говорю о Майкле, мне в Ташкенте я получаю доллары, я не еду в Мексику через окольные путями, да? Я благодарю, я на 14 круизах была, вот сейчас еще на круиз еду. Альхамдулилля, я никому задницу не потеряю, я с родителями вот, я чужих родителями не ухаживаю, мне не платят 500 таких вот долларов. Слава Богу. Вот инкруизес, это было. Это Эйфелевая башня. Нет, это Бурдж-Халифа. Вот. Поэтому вам большое спасибо. Я немножко пошутила, вы меня извините. Я иногда могу много говорить. Опять я, конечно, извиняюсь. Благодарю, что вы здесь с нами. Вам низкий всем поклон, что вы меня выслушали. Благодарим.